Bilasizmi? Men musulmonlarni yaxshi ko'raman. Chunki ular mukammal va tartibli hayot kechiradilar. Ularning hayoti so'qirlardek qalbi ko'r va tartibsiz emas. Men musulmonlarni yaxshi ko'raman. Ularning hayoti sizga zarar bermaydigan, nafaqat sizga foyda beradigan narsalarni o'rganishga majbur qiladi. Ha, men islom dini haqida ko'p narsalar Sizmi? Cristiano Ronaldo men uchun ajoyib do'st. Men har doim o'yindan oldin kiyinish xonasida bismillah deb aytardim. Gohida esa aytishni esimdan chiqarib qo'yardim. Shunda Ronaldo menga eslatardi. O'zil (2018-yilgi finalni eslayman. Ramazon oyi edi. Liverpoolga qarshi o'yinga 100% tayyor bo'lishim kerak edi. Shu sabab roza tutmaslikka qaror qildim. Mehmonxonada shuni o'ylab turganimda, Ronaldo xonamga taom va suv bilan kirib keldi. Bu sening saharliging. Ro'zangni qoldirma. O'yin davomida holingdan o'zim xabar olib turaman.